yetib kelingan har bittasi yozilgan. Har bir kelgan ota-ona bugungi taomnomada nima ovqat borligini bila oladi. Savdo qarori bo'yicha sakrash komissiyalarining faoliyati, O'zbekiston tashkilotiga kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilib olish jarayoni hamda qishki mavsumiy taomnomaga o'tish bo'yicha. Qish mavsumiga o'tishimiz munosabati bilan ba'zi bir mahsulotlarimizda o'zgartirishlar kiritilgan. Ya'ni kim bizdan pomidor, bodring, shunga o'xshab qishda qimmatlaydigan mahsulotlar chiqib ketib, uning o'rniga turib, vitaminliroq mahsulotlar kirib kelgan. Keyin ovqatlarimizda ham o'zgarishlar bo'lgan, pishiriqlarimizda o'zgarishlar bo'lgan. Hamma rayonga borib turib, shuni klass o'tkazib beramiz sizlarga. Menuni. O kunlik menyudan birortasi tayinlanadi. Bitta oshxona olamizda, oshxonada usta oshpazlar bilan bilganida shu taom tayyorlanadi.